Davlatimiz rahbarining Oliy Majlis hamda O'zbekiston xalqiga murojaatnomasida, shuningdek O'zbekiston 2030 strategiyasida kasblarni rivojlantirish va zamonaviy mehnat bozorini shakllantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Shu maqsadda kasbiy ta'limning muhim bo'g'ini hisoblangan texnikumlar faoliyati yangi bosqichga olib chiqilmoqda. Muxbirimizning Toshkent viloyatidan tayyorlagan lavhasi ana shu vazifalar ijrosi xususida. Bugun Toshkent viloyatida 57 ta texnikum faoliyat yuritmoqda. Ularda 31 ming nafardan ziyod yoshlar ta'lim olib, mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan 104 turdagi kasb-hunar sirlarini o'rganmoqda. Viloyatda kasbiy ta'lim agentligi tizimidagi 10 dan ziyod texnikumda xalqaro hamkorlik doirasida qo'shma ta'lim dasturlari amalga oshirilmoqda. Bo'stonliq tumanidagi turizm va madaniy meros texnikumida Shvetsariyaning O'zbekistonda kasbiy ta'lim islohotlarini qo'llab-quvvatlash loyihasi boshlandi. Mazkur loyiha 10 yilga mo'ljallangan bo'lib, texnikumning yangi amaliyot majmuasi to'liq jihozlandi. Amaliyot kampusimiz 100 o'rinli, 4 ta yo'nalishimiz: mehmonxona xo'jaligini tashkil etish va boshqarish, mehmonxona xo'jaligi mutaxassisi, oshpaz, umumiy ovqatlanish, restoran xizmati bu yangi yo'nalishimiz. O'quvchilarimiz xonalarda har bitta buyumni qanday ishlatilishi, uni qanday joylashtirishi, tozalanishi, uni qayerda turishlari haqida bilimlarini, ko'nikmalarini yanada ham oshirishadi. Umumiy ovqatlanish yo'nalishimizda o'quvchilarimiz o'rgangan nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq etib, taomlarini tayyorlashadi. Taqdim etilgan uskuna va jihozlar mehmonxona xo'jaligini tashkil etish va yuritish yo'nalishida amaliy mashg'ulotlarni samarali o'tkazishga xizmat qiladi. Bu esa o'quvchilarning kasbiy ko'nikmalarini real ish sharoitiga yaqin muhitda shakllantirishga yordam beradi. Hamkorlik doirasida xorijiy mutaxassislar texnikum xodimlarining malakasini oshiradi. O'qituvchilar esa xorijda xalqaro ta'lim dasturlari asosida o'qitiladi. Bugungi tadbirda biz haqiqiy ish jarayonini tashkil etgan texnikumni ko'ryapmiz. O'quvchilar bor. Ular oshxona va mehmonxonalarda qanday ishlashni o'rganishmoqda. Demak, bu ular uchun haqiqiy hayotiy tajriba hisoblanadi. Menimcha, aynan shu jihat loyihaning mohiyatini tashkil etadi va amaliy o'qitishning nazariy bilimlar bilan uyg'unligini ko'rsatadi. Umuman olganda, kasbiy ta'lim agentligi hamkorlikda amalga oshirilayotgan bu kabi loyihalar professional ta'limni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi. E'tiborli jihat shundaki, mazkur texnikumda kasb-hunar o'rganayotgan yoshlarga nafaqat mahalliy, balki xorijiy kompaniyalar tomonidan ham ish taklif etilmoqda. Kelishuvga muvofiq o'quvchilarning bir qismi dual ta'lim dasturi asosida mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan xorijiy korxonalarda amaliyot o'taydi. Keyinchalik doimiy ishga joylashadi. Tadbir doirasida hamkor tashkilotlar ishtirokida kelajak mutaxassislari mehnat bozori ehtiyojlari va zamonaviy kasbiy ta'lim uyg'unligi mavzusida seminar tashkil etildi. Unda hududdagi kasbiy ta'lim imkoniyatlari, xalqaro donorlar va ish beruvchilar bilan hamkorlik, shuningdek kasbiy ta'lim sifatini oshirishga oid dolzarb masalalar yuzasidan davra suhbatlari va treninglar o'tkazildi.